Changan mashinasi xullas qolib ketgan disiplina karzini. Disiplina karzini qochilib ketgan, yurib kelgan, ketga kelib tamom bo'lgan, disiplina temir chiqib ketgan. Temirlar chiqib ketgan, shu yerda qotgan. Hammasi mana bu iplari. Hamma shu yerda, mana shu yerda. Yami yo'q. Shu yerda yechilyapti. Sex karoti. Sexga kelgan oxir astarga shu bo'lgan. Shu yerda yechib qo'yib beramiz. Zapchastlarni hammasini o'zini olib kelib, qo'yib, bartaraf qilib beramiz hammasini. Muammo yo'q. Biz xizmatimiz ham bor. Chiqib joyiga borib imkon qadar ko'chada bitadigan ish bo'lsa qilib beramiz. Mana kazin disiplina yengisi o'ziniki. Gavatskiy. Bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Orqalarga qolmagan. Mana qalin bo'ladi. Kazini yonib ketgan. Tekis mana. Mana pista balar o'tiribdi. Jumlalarni qo'ydik, litonlar moylab, cho'tga qilib yumshoq qo'ydik. Kazinalarni qo'yib qo'ydik. Chetga qilib. Dog'ozi yumshoq, pedalar yumshoq bo'ladi, maza qilsa, haydab ko'ryaptilar. Oyog'ini o'rgatish kerak, oyog'ini o'rgata olmayaptilar. Ko'p hammada bo'ladigan narsa bu. O'shani o'zinikida baland bo'ladi. O'sha balanga o'rganib qolinadi. O'shanga endi oyog'ini o'rgatish kerak bo'ladi. Ozgina qo'rqiladi o'sha. Chillab tashyapti mashina. Bo'ldi. Bosasiz endi aka. Qalay bo'pti aka? Cho'tga aka. Pedal qanaqa pedal? Yumshoq. Pedal yumshoq. Oldingidan o'zigidan o'zi o'zgarganmi? Ancha o'zgargan. Bo'ldi aka. Noroq bo'lsin. Shunaqa ishlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar, aloqa chiqaverasizlar, qilib beramiz. Yumshoq qilib, cho'tga qilib beramiz. Original zapchasini qo'yib beramiz. Faqat. Bizni bo'tligimiz polos patchini cho'chilib ketgan. Polosdan chiqarib oldik. Yana bunaqa patchimlarni sirka qilib qolib ketgan, chiqarib olishga ko'p yurish kerak emas. Mana o'zlariniki tegi o'ynab ketib, patchini chiqib ketgan. Polos chiqarganimizda cho'chilib chiqdi. Hozir yangi polos olib keldik. Samirlari bilan qoqlaymiz. Cho'tga qilib. Samirlari yirtilib ketgan, bo'lmalari sirka qilib qo'yilgan ekan. Mana patchini cho'chilib, stopperlari ham sinib ketgan ekan. Amalab chiqarib oldik. Imkon qadar borib bitib beramiz. Hamma narsasini yig'ib chiroyli qilib ketamiz. Bizib ishimiz bitti, xudo xolasa. Tekshirib ko'ribdilar hozir.